Hammaga assalomu alaykum qadrdon do'stlar, sizlar bilan men Jamoliddin Kamolov va bu Kamolov Algorithmics do'stlar, yangi robot bizada. Yangi robotimiz yangi strategiya bo'yicha ishlaydi. Bu robotda ishlash tarzini ko'rib ketamiz hozir, qanaqaligini, nima yengilliklar bor, nima strategiya asosida ishlaydi. Ikki xil test olib boramiz. Bu каждый тик на основе реальных тиков и все tiki. Bu ikkita testni nimaga ikkalasini ham qo'yaman degan savolinglar bo'lsa, chunki aslida ikkalasi ham до конца 100% реальный результат ko'rsatmaydi. Lekin en azida hatto mana shu ikkitasini ham qilish kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu 2 yil ichida men shuni tushundim, что bilaman baribir ham реальный результат boshqacha bo'ladi, lekin kartinani общий ko'rish uchun ikkalasini ham qilish kerak. Bilaman ikkalasi ham 100% birga bir natijani bermaydi va ayb bu yoqda nafaqat testerda. Bu yoqda ayb konkretno qaysi broker qanaqa исторический данныйni sizga поставлять qilayotganligi. Ya'ni ular sizga tester uchun berayotgan anaqalari, yurishlari, o'sha tarixiy yurishlar qanchalik realga javob beradi. Uni aslida hech kim javob bera olmaydi. O'shaning uchun ko'p gapirmasdan boshlag'ordi do'stlar, mayli. Robotimiz bizada уровень пробойga strategiyasiga asoslanib ishlaydi. Kimdirga ICT ga o'xshab ketishi mumkin, agar kimdir ko'rishi bo'yicha. Lekin men buni ko'proq klassikaga yaqinlashadi bu narsa, ko'proq klassikaga yaqinlashadi. Buni уровень пробой deb atadim. Endi adaptive stops buni izначально hozircha oti keyinchalik o'zgaradi. Mana bu yerda K degan yozuvimiz ham tiqilib qolib ketdi. Uni ham sal chetga suramiz. Robot ozgincha siroy aytganimdek yozuvini mana bu yerda edi. Bu yoqqa suraman desam, katta surilib ketdi. O'zi mana bu yerda turuvdi. Bu yerda bizning определенный показательlarimiz bor. Robotimiz oti hozircha adaptive EA, adaptive stop, ya'ni o'sha trailing stopi adaptivniy. Lekin oti o'zgaradi. Bu временный oti hozircha. Proyektda izначально oti bo'ladi, lekin keyin proyekt уже tayyor bo'lgandan keyin уже boshqa ot beriladi. Xullas bizada nimalarni ko'rsatadi? Bizada kichkina tabloimiz bor bu yerda chap taraf tepada. Rejim, o'zi ikkita rejim bor edi. Birinchi rejimni olib tashladim. Kerak emas deb o'yladim. O'shaning uchun rejim narsasi olib tashlanadi o'zi bu yerda. Nechta pozitsiya borligi, nechta orderlar ochuvligi ko'rsatiladi bu yerda. Hop, lotimiz 0.05 dan ochilyapti. Prosentniy соотношение qarab ochadi. Lekin keyinchalik buni ruchnoyda fiksировать qilsa ham bo'ladi. Prosentniy соотношение qarab ham qilsa bo'ladi. O'zi avtomatik balansiz o'sishi bilan o'zi lotini kattalashtiradi. Balansimiz hozir 1320 ko'rsatyapti, equity ham 1320. Robot bitta сделка ochadi, ikkita сделка ochmaydi. Ya'ni ikkita сделка bittada ochib turgan narsa, bunaqa narsa imkonsiz. Aytganimdek, grid martingale sistemasi ishlatilmaydi. Bu yerda skalpelskiy sistema bo'yicha aktivniy пробой sistemasi ishlaydi. Aktivniy пробой strategiyasi ishlaydi bu yerda. Новостной filtrlar bor. Новостной filtrlarimiz hozircha временно o'chuv, lekin 3 xil, 3 ta уровеньli новостga qarab ishlay oladi, ya'ni yoki mutlaqo novostga qaramasdan ishlay oladi. Ya'ni xohlasangiz misol uchun muhim bo'lgan novostlarda o'chirib qo'yadigan qilsa bo'ladi. Va nastroykada shunaqa qilsa bo'ladi. 30 minut oldin, 30 minut keyin misol uchun xabar chiqishidan oldin, muhim xabarlar chiqishidan oldin shunaqa qilsangiz bo'ladi. Именно muhim xabarlar chiqishidan oldin bu narsa o'chib turadi. Lekin men novost funksiyasini qo'yib qo'ydim, lekin aslida novostlarda ham yaxshi rezultat beradi bu xabarlar chiqqanda, chunki уровень пробойda oldindan qo'yib qo'ygan bo'ladi va уровень пробой qilgandan keyin ko'pincha o'sha qaysi уровень tarafga ketgan bo'lsa, o'sha yoqqa yuradi. O'shaning uchun xabarlarda men o'chirmayman. Security bizani безопасность bor, o'sha litsenziya desa ham bo'ladi, безопасность desa ham bo'ladi. Robot bizada bitta take profit stop loss va trailing stop strategiyasini ishlatadi va kelinglar detalli strategiya qanaqaligini men ko'rsatib beraman. Hozir xuddi shu narsani men oynani, dialogoviy oynani yopib qo'yaman, chunki dialogoviy oyna bizada, ya'ni mana shu показательlar kompyuter kuchini yeydi va test
sal sekinroq o'tadi. Hop, testerimiz ham boshlandi. Endi ko'rganingizdek, skorost ancha tezroq. Biz qisqa pauzaga qo'yib, mana bu yerda sekinlashtirilgan variantni ko'rib chiqamiz. Siz uchun men sal yaqinlashtiraman shuni. Mana примерно mana qilib qo'yamiz. Xolasa. Hop, ko'rganingizdek, trailing stop bizda ishga tushdi. Mana buni sal bundoq osing. Hop, trailing stop ishga tushdi. Bizda buy pozitsiyamiz mana bu yerda ochilgan edi. Qizil bu bizda stop loss qo'ylab ketyapti bu yoqda. Skorosti sal tezlashtiramiz. Ketdi. Albatta, trailing stop sistemasi полностью настройка qilinadi. Robotda bitta-ikkita незначительный update'lar qilish kerak plan bo'yicha, lekin yana kelajakda albatta любой robot ustida ishlaganman. O'shaning uchun ham dальше bo'yicha ishlaymiz. Mana ko'rdinglar, trailing stop surildi hozir данный momentda. Va xuddi shunaqa пробой pozitsiyani qidiradi. Men pauzaga qo'yib turaman. Пробой pozitsiyani qo'yadi. Bu yoqda maksimumga уровень qo'ygan, mana bu уровень qo'ygan. Mana qaysi уровеньdan qo'yganligini ham ko'rsatib ketadi. Tarixiy joyda ham qoladi. Mana misol uchun bu yoqda nijniy пробойga qizilga qo'ygan bo'lsa, bu yoqda siniy, ya'ni голубой rang bo'ladi. Bu yoqqa bayga, tepaga proboyi chizyapti va shu proboy bo'yicha ketyapti. Bu yoqda bir nechta попытка qilgan, proboy o'xshamagan. Robot minus tarafdan shunaqa, proboy o'xshamasa kichkina shu stopini ushlaydigan joyi bor. Lekin proboy o'xshab qolsa, u ketib qolsa, konkretni katta daromad olib keladi bu narsa bizga. Ya'ni ilmoq sifatida, ilmoq taktikasi bilan ilib qoladi. Ya'ni определенный maksimum minimum уровеньlarni o'lchaydi. O'sha yerda сделка ochib, ilib qolib, uni tepasiga, masalan uchun bayga ketgan bo'lsa, shunaqa tepasiga sudrab ketishga harakat qiladi. Foydamiz hozircha 335. Biz 2 oylik testda ishlatyapmiz. Mana bu yoqda masalan uchun stop ushlab qoldi. Keyin bu yoqda xabar chiqdi. Xabar chiqishidan oldin сделкani yopib yubordi. Biz skorost sal kattalashtiramiz. Hop, bu yoqda bunaqa chapram bo'lmadi. Selga ham yurgani yo'q. Bu yoqda mana selga yurdi va yurganda sel ilib qoldi. Ilib qoldi, lekin mana bu yerda misol uchun bir nechta stop ushlagani uchun bu yoqdagi stop losslari baribir ham shu yerda ozgincha pastga tushirdi. Hop, dальше ketamiz. Har xil nastroykalar bor. Bu hozir bizda adashmasam tester bo'yicha каждый тик на основе реальных тиков degan anaqada ketyapti. Hozir. Mana bizda xudo xohlasa ilib qolgan joyi shu bo'lish kerak. Trailing stop hali aktiv bo'lmadi. Trailing stop aktiv bo'lish fazasini ham bizda sekundli ham qilingan, bu yoqda distansionni ham qilingan, ya'ni distansiyaga o'lchaladi. Ma'lum bir sekunddan keyin aktivatsiya qilinadigan funksiyalari ham bor. То есть bir nechta показательga qarab trailing stop aktivatsiya fazasiga kiradi. Bu robot bo'yicha. Ko'rdinglar, bu yoqda stop ushlab qoldi, lekin proboy ishladi. Ya'ni berilgan strategiyamiz qilingan, shu o'ylab topilgan mana bu уровень bo'yicha proboy qilingan strategiyamiz ish berdi. Eslatib qo'yaman, bu bizda H1 ga qarab ishlayapti данный moment. Данный moment H1 ga qarab ishlayapti. Lekin testerimiz nechida yoqildi esimda yo'q. Hop. San turib unda aytaman, tester qanaqada ishlayapti. Hop, ko'rganingizdek, уровеньlarni o'lchaydi, o'zi avtomatik, misol uchun mana bu yerdan sell уровень o'lchab, mana bu yerda ilib olgan. Menimcha yomon emas, sellga olgan. Bu yoqda ham sellga proboyga qo'ygan, lekin narxi yetarlicha pastga yurmagan. Bu yoqga bayga уровень qo'ygan, bayga yetib kelmagan va bay proboy bo'lmagan. Keyinchalik bu yoqda bayga proboy qo'ygan, lekin bay proboy qilishdan oldin ozgincha sakragan bu yoqda va trailing sistemasi ilib qo'ygan, lekin bay konkretni tepaga uchgan. Ya'ni sistema, robotda pozitsiya qidirish sistemasi yomon emas. Har bitta paraga unikalniy nastroyga qilsanglar bo'ladi. O'shanga qarab ishlasa bo'ladi. Ko'proq aktivniyroq paralarga zo'r tushadi. Bitcoinga ham tushadi bu. Bitok, Tilla, Nasdaq, возможно, DE40 ham может быть
ko'rib ketinglar, qarab ketinglar. Xudo xolasa yaxshi tushadi deb o'ylayman. Imенно aktiv paralarga yaxshi. Ya'ni bu yoqda misol uchun mana bitta ochilmagan payti, bu yoqda adashmasam noch bo'lgan, примерно mana bundan keyin o'sha 19:00 dan keyin bu robotda o'zi spread meter bor. Mana misol uchun 19:00 dan keyin ko'pincha spread kattalashib ketadi va spread meter ishlashga ruxsat bermaydi. Albatta bu spread meterni xohlasangiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz более такой ko'proq joyda ochadigan qilsangiz ham bo'ladi. No, aslida ideya bo'lgan более такой мелкий скальперский robot qilishga, lekin более мелкий скальперский robot real hayotda o'xshamaydiganroq bo'lishi mumkin. Shuni hisob kitobini olib, более грубый, более katta distansiyada ishlaydigan, kattaroq distansiyaga ilib qoladigan robot qilingan. Bu narsa bizda bilasizlar, живой bilan testerda minimalniy slipage bo'ladi, mikro slipage bo'ladi, mikro zadeshkalar bo'ladi. O'sha mikro slipage va mikro zadeshka agar distansiyalar katta bo'lsa va ishlash sistemasi такой более грубыйroq bo'lsa, skalperlar ko'pincha melkiyroq bo'ladi. Melkiyroq nimadir bilan, bu ham как бы skalper, no, baribir ham грубыйroq formatda ishlaydigan robotlar real bilan demoda rezultatlari bir-biriga ko'proq yaqin bo'ladi. O'shaning uchun aytganimdek, agar mikro elementlarni oladigan bo'lsak, kichkina misol uchun 5 pipsdan keyin 6-7 pipsdan keyin yopadigan robotlar bo'lsa, unda sal tester bilan realda prям salmas normalniy farq bo'lib qolishi mumkin. O'shanaqa juda katta farq bo'lmasligi uchun agar distansiyalar katta bo'lsa, unda bizda bunaqa farq bo'lmaydi, asobiy. Bizda stopimiz ham 30 pips bo'yot turibdi. 30 pips ham javnaq kichkina показатель emas, stopimiz ham bor. Изначальный, lekin adashmasam buni oxirroqda men настройкаларni ko'rsatib ketaman sizlarga. Hop. Bu yoqda ham mana ildi, определенный bay уровень qo'ygan, mana ko'ryapsizlar. Bay уровень qo'ygan, bay уровень пробой bergandan keyin bu yoqda atloshka qo'yiladi oddiy. То есть уровень, o'zi robot уровень aniqlaydi, hech qanaqa qo'shimcha indikator bu yoqda yo'q. Robot o'zi уровень aniqlaydi, o'zi уровеньga misol uchun bay yoki sel qo'yadi. O'shanga qarab ilib ketadi bu yoqda. Shu xolos. Bu yoqda sel уровень определить qildi va sel xuddi mana sel o'sha уровеньni пробой berdi. Mana shu sel уровень пробой berdi. Lekin tushishdan oldin bitta tepaga sakrab oldi. Tushishdan oldin bitta tepaga sakragani uchun robot majbur stopini ishlatdi. Bu yoqda ham bay уровень mana bu maksimumga qarab ilib oldi. Bu yoqda ham ko'rsanglar bo'ladi, mana bay уровеньda take profit tushadi. Balansimiz 1589 ga chiqdi. Balans ko'tarilib tushadi, mana 40 ga tushdi, 1440 ga tushdi misol uchun. Yana ko'tarildi 1500 ga. Endi ko'tarilib tushadi. Aytganimdek, stop bilan ishlaydigan robotlarda bu shunaqa. Bu 2 oylik natija, 2 oylik test qilyapman, svejiy daniylarda test qilyapti. Chunki menda yuklanmagan, hech qanaqa исторический daniylar yuklanmagan. 495 ga tushib qoldi. Nimaga? Mana bu range holati uchrab qolgan. Range holatda ham bu yoqda take profitlar bo'lgan. Mana ko'rib ketsanglar bo'ladi. Stop bo'lgan, take profit bo'lgan. Bu yoqda ham pastga sakragan, lekin trailing bizda sal kechroq ishlaydi. Nimaga desanglar, ilib qolib tepaga bitta olib chiqib ketganda kattaroq ilib olish uchun qilingan bu narsa. Shuning uchun ko'pincha bu yoqda stop ham bunaqa range holatlarda o'shab qolishi mumkin. Bunga hozircha o'ylayapman, nima qilish kerak, nima qilsa bo'ladi. Ko'ramiz, xudo xolasa. Bunga ham yo'lini topsa bo'ladi. Пока что sistema ishlayapti, sistema plusga olib chiqyapti. Hozir $300 gacha, masalan, $380 gacha prosatka berdi. Mana yana katta selga normalniy bitta sel ushadi mana bundan. Mana bundan to mamtgacha mana sel ushadi. Registratsiya qilindimi bu bilmadim, qilindi shekilli. Qilindi, 380 bo'ldi. O'ynayapti bozor. Временной filtri bor, agar xohlasanglar ma'lum bir soatga, ma'lum bir vaqtga to'g'rilasanglar bo'ladi. Robot ishlashini. 399 ga tushibdi. Ya'ni 400 bo'lib qoldi. 500 edi. Stop bor bo'lgani uchun mana shunaqa sekin-sekin o'ynab o'sadi. Aytganimdek bizga
volatilность kattaroq bo'lgan paytlar kerak, o'shanda ilib oladi robot. Iloji boricha ilib yaxshiroq natijaga olib chiqishga harakat qiladi. Men bitta narsani ahamiyat berdim. Mana ketyapti, yana agar tushunmaganligi уровень qo'yildi, bu yoqda bayga уровень qo'ygan. Mana hamda Swishnoy saniyda o'zi qaraydi, bayga уровень qo'ygan, mana trading stop ketyapti. Bo'ldi. Bizda test tugadi, $528 bizda foyda bo'ldi. Bu yoqda grafik hozir ko'rsatib ketaman sizlarga. Hop, grafikka bu yoqda mana grafikimiz o'ynagan, ko'tarilgan, tushgan. Mana bu yoqda asosiy qanaqa bo'ladi? Asosiy mana shu foydani ilib olganda mana bu katta skachok bo'lib, ilib olib chiqib ketadi bu yoqda. Hop. Kimdirga qiziq bo'lsa, biz каждый tik na основе реальных тиков hozir test qildik. Albatta buni все tikida ham test qilish kerak. Chunki baribir ham natijasi unaqasi ham bunaqasi ham bo'lmaydi. Ya'ni men ahamiyat bergan narsam registratsiya masalasi. Именно все tiki bilan каждый tik на основе реальных тиков. Каждый tik на основе реальных тиков variantida testerda aynan stop loss kattaroq zarar bilan qilinyapti. Все tikini o'zida stop lossda zarar kamroq hisoblanayotgandek his qilyapman. Va take profit tushganda xuddi все tikida take profit sal ko'proq beryapti, lekin каждый tik на основе реальных tikovda xuddi take profit kamroq beryapti. Ya'ni take profitni misol uchun bunisida $80 bersa, bunisida $120 berayotgandek his qildim men. Aytganimdek, stop loss registratsiyasini, zararlarning registratsiyasi grubiyroq, sizga qarshiroq все tiki на основе реальных tikovda. Lekin все tikida siz tomonroq xuddi. Lekin bilaman точно rezultat birga bir ham bilan emas. Rezultat baribir ham живой testda bo'ladi. O'sha anaqa yaqinroq eng живойda 100% bo'ladi, конечно. Lekin shuni hammasini inobatga olinglar. Biz bu yoqda asosiy robotda strategiyasini ko'rib chiqamiz, ishlash tarzini, qanaqa ishlaydi, nima qiladi, o'shani hammasini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda 1894 ga olib chiqdi, 2000 ga olib chiqyapti. Buni nastroykasi bor, более скальперский variantda. Более скальперский variantda 3000 gacha olib chiqqan nastroykam ham bor. Hozir o'shani ham qo'yib beraman, lekin все tikida ishlaydi. Каждый tik на основе реальных tikovda aytganimdek, u yoqda registratsiya qilinmaydi, bunchalik katta foyda. Nimaga aytsangiz, stop loss nimagadir более такой agressivniroq berilyapti u yoqda, ya'ni stop ushaganda zarar kattaroq hisob kitob qilyapti. Xudo xolasa robotning strategiyasi ko'plarga ma'qul keladi deb o'ylayman. Juda aktiv, ya'ni сделкалар bir kunda bitta сделка emas, bir kunda bir nechta сделка ochadi bular. Ham bayga, ham sellga o'zi уровень o'lchab, уровеньga qarab сделкаlarni ochadi robot. Yetarlicha darajada klassический deb o'ylayman. Nastroykalar qilsa bo'ladi, ko'proq ochadigan, kamroq ochadigan, keling o'shani ham ko'rsatib ketaman. Buni bir tezlashtirib oxirigacha olib boramiz va konечный rezultatini ko'rib ketsak, bizga eng asosiysi shu. Chunki 1885 rezultati. Naryoqda $500 bo'lgan, bu yoqda ko'rdinglar $300 bilan farqi bor. Realda qanaqa bo'ladi bilmayman, buni ko'rish kerak, lekin bilasizlar, tester bizda asosiy strategiyani ko'rib chiqish uchun ishlatiladi va strategiya qanchalik sizni o'ylagan narsangiz bilan, ya'ni meni o'ylagan narsam bilan strategiyada to'g'ri kelyapti. Endi maksimalni foydali bitta nastroykasini topish kerak va o'sha nastroyka realda ham maksimalni realniroq ishlab berish kerak. Maksimalni realniroq ishlab berish uchun mana shunaqa grubiyroq trailing stop, grubiyroq kattaroq distansiyada take profitlaringiz, stop losslaringiz kattaroq distansiyada bo'lsa, o'sha narsa realga yaqinroq bo'ladi. Bu praktikadan kelib yetib chiqyapman sizlarga. Bu robot aytgancha sotuvda, kimga narx qiziqtirayotgan bo'lsa, $350 arzon, nimaga aytsanglar, endi chiqdi, sveji chiqqanda har doim arzon bo'ladi. Arzonga olib qo'ysanglar bo'ladi. Keyinchalik albatta narx ko'tariladi. Menimcha $350 bu вообще shikarli narx. Ochinglar, aloqaga chiqinglar, 97 735 54 74. Hop, hozir biz robotning nastroykalariga o'tdik. Robotning nastroykalarida bizda jamlar ko'p emas. Birinchidan lotini ko'rsanglar bo'ladi, magic number'i. Biz
qaraymiz, misol uchun часовойga hozir 1 soatlik time frame'da ko'rib chiqyotgandik. Biz ham ishlagan time frame'imiz M15. Agar biz H1 ga kirib chiqsak, misol uchun xuddi shu nastroyka H1 da qanaqa ko'rinyapti? H1 da уровеньlaringiz более ochiqroq ko'rinadi. Misol uchun mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Qaysi уровеньga asoslanib ochganligi bu yerda ko'rinadi. Mana bu yerdan bay уровень olgan, mana bu yerdan maksimum olgan, shu yerdan proboy bergan ko'ryapsizmi? Bu yerda ham minimum olgan, minimumga proboy bu yerdan olgan. O'lchagan. Ya'ni o'lchami более konkretniroq H1 da progonni qilsanglar, o'sha o'lchami shu yerda o'zi konkretniroq ko'rinadi sizlarga. Qayerdan o'lchyapti, qaysi minimum, qaysi maksimum o'lchab hisob-kitob qilyapti. Mana bu ham misol uchun zo'r o'lchagan, lekin robotda trailingga sal yetmay qolgan. Bu yerda maksimum qo'ygan, shu yerdan proboy bergan. Menimcha robot juda точный, zo'r joydan сделка, ya'ni отложка qo'ygan ochish uchun. Xullas kelgan, biz buni xohlasanglar настройкаdan более agressivniy variantga qo'ysak bo'ladi. Misol uchun M15 ga qo'yib qo'ysak bo'ladi bu yerda. Va ko'ringlarchi buni 5 taliga qo'ysak bo'ladi. Switchni o'lchashi. Switchni o'lchash sistemasini 5 taliga qo'ygan taqdirimizda nima bo'lar ekan deb. Robot более agressivniy ishlashni boshladi, prostatga kirdi. Lekin undan juda tez chiqib ketdi. Chunki bozor yurishini ko'rmoqchi va сделкаlarni ochayotgan soni ham ko'paydi. Ya'ni depozitingizni o'ynatishni boshladi, o'ynatib prokachka qilishni boshlayapti robot. Oxirida nima bo'ladi bilmadim, hozir ko'ringlar. Qaytib keldi o'zi startovoy depozitga, yana prosatga kirdi. Ya'ni ochayotgan hozir настройкалар o'zgargani uchun juda ko'p joyda netochniroq ochishni boshlayotgani uchun depozitimiz просто o'ynayapti. Bu yerda bunaqa настройка значит to'g'ri kelmaydi ko'rayotganinglaring. Buni mana oxirigacha bora qolsam 754 ga tushdi depo. O'shaning uchun misol tariqasida bunaqa настройка jamchilik zo'r emas. Misol uchun switchni o'lchashni 15 ga qo'yib qo'yamiz endi. Bunaqa variantda ko'ramiz. Agar каждый tik на основе реальных tikov yoki shunaqa tester uchun более грубыйroq настройка kerak bo'ladi, kattaroq time frame'ni qilsanglar yaxshiroq. Agar все tikida так как registratsiya, stop loss registratsiyasi jamlaqa sizga qarshi agressivniy bo'lmagani uchun boshqacharoq strategiya qilsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir 2300 ga uchib ketdi foyda. 2300 ga uchib ketyapti. Lekin aytganimdek hammasini уже robot olgandan keyin misol uchun $350 ga robot oldingiz, bu bo'ldi degani hozir pul kachat qilish degani emas. Robot bu asosiy instrument bo'ladi. Instrument, mana shu instrument bilan birga siz pul qilsangiz bo'ladi. O'sha instrumentni siz realniy bozoringizga qarab настройка qilib olsangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetadi va realniy bozorga qarab настройканgizni qilib olsangiz, qaysi brokerdan, misol uchun bu brokerda bunaqa настройка ishlayotgan bo'lsa, boshqa brokerga qo'ysangiz, uni исторический данныйsida bunaqa настройка to'g'ri kelmaydi. $888 foyda qildi. 2000 dan teparoqga chiqqan. Aytganimdek, boshqa brokerdan настройка qilsangiz, boshqa brokerda bunaqa rezultat bo'lmasligi mumkin do'stlar. Ya'ni har bitta brokeringizga, o'zingiz misol uchun robot olganingizdan keyin har bitta brokerga o'zingizni настройканgizni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Bir xil настройка har xil brokerda bir xil machasi ishlamaydi. O'shaning uchun shuni hammasini hisob-kitobga olgan taqdirda, agar robot kimdir начальный stadiyada olmoqchi bo'lsa, agar kimdirga robot ishlash stili, tarzi yoqqan bo'lsa, bemalol olinglar. Arzon narx $350. Aksiya ham desa bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa proyekt dальше oxirgi proyektlarda dальше proyekt ustida ishlashni davom etamiz. Ilm olmoqchi bo'lganlar bemalol ilm olsin. Men xursand bo'laman. Menga ham podeshka bo'ladi robotda masalasi bo'yicha. Menimcha robot ajoyib chiqdi. Treyningi ham bor. Har bitta joyda ham ochmaydi. O'zi o'sha strategiyasi bo'yicha, уровень пробой strategiyasi bo'yicha ishlaydi. Menimcha zo'r robot. Sal настройка kerak, chunki menda ham robot yaratilganiga 2 kun bo'ldi. O'shaning uchun настройкani ham jamlaqa zo'r qilib topolganim yo'q hali. Olgan odam, har bitta olgan odam o'zini brokeriga, o'zini parasiga o'zi hammasini настройка qilish kerak bo'ladi. Men ham albatta yordam beraman. Brokerga, o'zingizning brokeringizga bilib turib настройка qilganingiz yaxshi.
Xullas shunaqa do'stlar, rahmat ko'rganingiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqadaman. Robotda yangi versiyalarini ham chiqarishda davom etamiz. Sog' salomat bo'linglar.